Xo'p, hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan o'simliklarning hayotiy shakllari mavzusi bo'yicha gaplashamiz. O'simliklarning hayotiy shakllariga qaysilar kirib ketadi? Demak, hayotiy shakllarga nimalar kiradi? Demak, o'simliklarning hayotiy shakllari bu o'zi nima degani desa, o'simliklarning tashqi muhitga o'zi istagancha holatda moslashishi hayotiy shakl deb nomlanadi. Hayotiy shakl demak atrof muhitdan, ekologik sharoitdan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Hayotiy shakllarning eng birinchisi bu demak daraxt hayotiy shakli. Daraxt. Demak, o'simliklarning birinchi hayotiy shakllariga bu daraxtlar kirib ketadi. Daraxtlar deb nimaga aytiladi degan tarixga to'xtalsak, daraxt deb bitta yo'g'on tanali, baquvvat ildizli, keng shox-shabbayli, ko'p yillik o'simlikka aytiladi. Hayotda daraxtlarni ko'rganmiz, to'g'rimi? Bug'doy daraxt hisoblanadimi? Yo'q. Lola daraxt hisoblanadimi? Olmachi? Olma daraxt tushunarli bo'layapti, farqi. Demak, yog'ochli tanasi keng baquvvat bo'lsa, demak bu daraxt hisoblanadi. Ikkinchi hayotiy shakllariga kiradigan bu butalar. Bu buta deb nimaga aytiladi desa, eshitamiz bolalar. Buta deb nimaga aytiladi desa, daraxtdan kichikroq bo'lgan 3-4 ta yog'ochlashgan tanaga ega bo'lgan ko'p yillik o'simlikka aytiladi. Mana misol uchun butaga bitta misol keltiradigan bo'lsak, anor, buta, limon, buta, hop, mandarin ham, mandarin yoki hop, qoraqat, malina, namatak degan o'simliklar bular butalar hisoblanadi. Daraxtdan farqi nima desa, daraxt bitta keng shox-shabbali, baland o'simlik bo'lsa, butalarchi desa, butalar oddiy misol anorni ko'z oldingizga keltiring. U bir nechta yog'ochlashgan tanaga ega bo'lgan ko'p yillik o'simlik. Tushunarligi? Butaning daraxtdan farqi bitta tana emas, bir nechta yog'ochlashgan tana va kichikroq bo'ladi. Bo'yi daraxtlarniki 20-30 metrgacha bo'lsa, butalarning bo'yi bor yo'g'i 2 yoki 3 metrgacha bo'ladi xolos. Uchinchi hayotiy shakl butadan ham kichikroq bo'lgan yana bir buta, bu yarim buta deb nomlanadi. Yarim buta. Yarim butani yana bir nomi testlarda kelishi mumkin, chala buta deb kelishi mumkin. Chala degani butaga to'liq buta emas, lekin yarmi yog'och qolgan o't bo'lgan o'simlikka aytiladi. Bu yarim buta. Tushunarligi? Yarim butaga bitta misol keltiramiz. Bu shuvoq o'simligini olamiz. Shuvoq o'simligini qarang, yarim buta qanday ko'rinishga bo'lishi kerak? Tuproqdan chiqqan yer ustki qismini yarmi yog'och. Yo'q, yer ustki qismidan chiqqan yarmi yog'och. Yardan qolgan qismi yashil o't. O'tga aylangan bo'ladi. Tushunarligi? Demak, yarim buta bu butada hamma yo'q yog'ochi bo'lsa, yarim butada yarmi yog'och, qolgan tevadagi qismi esa o'tdan iborat bo'ladi. Va qishda mana shu o'tli qismi qurib ketib, yog'ochli qismi qoladi va bahorda yana mana shu yog'ochli qismidan o'tlar o'sib chiqib ketaveradi. Tushunarligi? Yo'q, u yarim buta emas. Endi 4-chi hayotiy shakllardan biri bu ko'p yillik o't. Ko'p yillik o't. Buni yarim butadan ko'p yillik o'tning farqi nimada desa, yarim butada yarim yog'och, qolgan o'tida, ko'p yillikda esa unday emas. Ko'p yillikda tuproqdan chiqqan hammasi o'tdan iborat bo'ladi. Ajriq. Ajriq shunaqa bo'ladi. Tushunarlimi? Mana lola, ajriq, yalpiz, g'umay, gulsafsar, shirinmiya, mana shu o'simlar hammasi tuproqdan chiqqan hammasi o'tdan iborat bo'lganligi uchun bu ko'p yillik o't va aksincha yarim yog'och tevasi o't bo'lsa, bu yarim buta deyiladi. O'zbekistonda juda ko'p o'simliklar aynan ko'p yillik o'simliklarga tegishli bo'lishi mumkin. Sabab nimaga desa, ular har qanday sharoitga moslashuvchan. Qishda yer qismi hammasi qurib ketib, tuproq ostidagi ildizi qishlab qoladi va bahorda yana mana shu ildizdan yana o't o'sib chiqaradi. Tushunarligi? Endi keyingi 5-chi hayotiy shaklimiz bu 2 yillik o't. 2 yillik o't. 2 yillik o't qanday bo'ladi? Bolalar qarab tushunib olamiz. 2 yillik o'tda tuproq bo'lsa, tuproqning tagida ildizi bo'ladi va undan barg o'sib chiqadi birinchi yili. Va mana ildiz birinchi yilning o'zida oziq modda to'plab ildiz mevaga aylanadi. Sabzi, lavlagi, karam kiradi. Karam ildiz meva hosil qilmasa ham tevasi kiradi. Birinchi yili xuddi shunday ko'rinishga bo'ladi. Ikkinchi yili-chi desa, ikkinchi yili
agar biz mana u iliz mevasini ko'plab olib yeb olmasak, ikkinchi yili mana qurib turib, ingichka uzun ilizga aylanib qoladi va bundan shoxlangan poya chiqadi va poyalarning uchida mevalari yetilishni boshlaydi. Bu ikkinchi yil hosil qiladi va shu bilan uning hayotiy faoliyati yakunlanadi. Demak, 2 yillik o'tib nimaga aytiladi desa, birinchi yili vegetativ organlarni hosil qiladi. Iliz meva yoki iliz va barg poya hosil qiladi. Agar biz buni birinchi yili ko'lab olib tashmasak, ikkinchi yilga qolib bunda generativ organlar, gul, meva, urug'lar hosil bo'ladi. Tushunarliki? Bularga misol qaysilar ekan? Karam, sabzi, lavlagi, rediska, turib, sholg'omlar kirib ketadi. Qisqasi iliz meva ko'z oldiga keltirsangiz, 2 yillik mana shular hammasi. Oxirgi 6-chi hayotiy shakl bu 1 yillik bo'lgan o'simliklar. 1 yillik o'tlar hisoblanadi. Bularni qolgan hayotiy shakllarining farqi nimada desa, ular birinchi yilini o'zidayoq o'sib chiqadi, o'sib shoxlab gullaydi. Gullagandan so'ng ulardan meva hosil bo'ladi. Gullagan vaqtda meva hosil bo'ladi. Mana shu mevasidagi urug' yerga to'kiladi. Urug' holati tuproqdaydi va shu bilan uning hayotiy faoliyati yakunlanadi. Erta bahorda chiqadi, gullab meva bir urug' to'kiladi, shu bilan qurib ketib turib, urug'i tuproqdayda qoladi va kelgusi yil bahorda yana shu urug'dan yangi o'simlik o'sib chiqishni boshlaydi. Qisqasi 1 yil ichida hayotiy faoliyat yakunlanib bo'lishi kerak. Tushunarliki? Bunga eng ko'p misollar qovun, tarvuz, kungaboqar, machin, zubturunda o'sgan bo'laveradi, rayhonda o'sgan bo'laveradi, mosh, no'xat loyalarda ham o'sib bo'laveradi. Makkajo'xor ham, bug'doy ham mana shular kirib ketadi 1 yillik. Ekamiz va 1 yil ichida hayotiy faoliyat yakunlanadi. Oddiy eng ko'p misol O'zbekistonda eng ko'p ekiladigan bir yillik o'tlardan bug'doy bilan g'o'za olsak bo'ladi. G'o'za ham 1 yillik hisoblanadi. Ekiladi va kuzda meva terib olinadi. Tushunarli bo'ldimi? Bu o'simliklarning hayotiy shakllari. Demak, boshdan aytadigan bo'lsam, hayotiy shakllariga nimalar kirar ekan? Daraxt, buta, yarim buta, ya'ni chala buta, ko'p yillik, 2 yillik, 1 yillik o'tlar kirib ketadi. Tushunarli bo'ldi? Hayotiy shakl o'zi nima degan ekan desa, hayotiy shakl bu o'simliklarni tashqi muhitga moslashgan holda necha yil yashab berishini ta'minlab beradi. Bitta misol, shu o'simliklarda eng ko'p umrni qaysi o'simlik ko'radi desa, albatta daraxtlar umr ko'radi. Endi daraxtlarda biz o'tgan narsa o'tganlik savollardan qilganmiz. Eng ko'p umr ko'ruvchi daraxt qaysi edi? Kanar orollarida o'suvchi ajdar daraxti. Necha yil umr ko'rar edi? 6000 yilgacha umr ko'rar edi. Mana misol tushunarligi. Bo'ldi. Demak, bugungi darsimiz mana shundan iborat. Yozib olamiz.